Assalomu alaykum. Men mana Maziyetli yer uchastkasining O'rta-Bo'z ayilining Aqto'y rayoni hukumatining turg'uni Ergashev Jamoliddin Qo'shbaqovich. Men mana mamlakatdan yetakchilardan, mana prezidentimizdan, hukumat yetakchisi Xanchek Qadirshayevichdan chechimi bo'yicha mana almashuv yo'li bilan biz mana Maziyetli yer uchastkasining O'rta-Bo'zdan Ko'ktoshqa Dahmaga ayil uchastkasiga ko'chib o'tdik. Bola-chaqamiz bilan mana ko'chib kelganime bir 15 gün oldu menimce. Bizde şu uyumdu mana bölmösüge dal kelip kalgan başti. Eme mana yer uchastkası agorotu. Qanday olsa da onu mamlaketlik komissiya chechet, biroq uyumni men dal kelip mana men misal uchun bola chaqam bilan ko'chib keldik. Uy bilan bilan bardığımız mana shu baldarım şu uyni jaqtirdi. Bardığı var. 6-7 bölme uy. Bu yerda tandır, nan japqanga mana ochoq bardığı var ekan. Uy bilan o'z bola chaqam meni shu kelinler bardığı kelinchagim jaqtirdi. Rahmat mamlakat yetakchilarga. Eldi bardığını birini dagı jalatqabay bardığını qalagan jeriga. Kim Ko'ktoshqa dese Ko'ktosh, Batken dese Batken'de bardığın razıçılığını surap turup köçürüp koydu. Bardığıga rahmat. Uylar жақсы болот. Жашаганга бардык шарт бар. Rahmat bardığıga mına. Biz uy bilan özmen razыбыз. Rahmat. Hazır uy bilan özmenen 15 günden beri şekilde turmuş geçirip atabыз. Mamlakettin tinchlik uchun birinchidan. Ikkinchidan eli yurtning tinchlik uchun. Mamlakatlik yetakchilar, hukumat yetakchisi mana Xanchek Qadirshayev bardığı elдің tinchligini o'ylab turib mana shu ishlarni jasadi, shu qadamga bordi. Rahmat bardığıga. Rahmat. Biz da uy bilan o'zmen rahmat. Uşul Maziyetli yerda uchastkasida yashab yurganda doim qiyinchiliklarda uşul biz to'liq tajikdan qilovdalik başımızdan kechirdik. Baldarımız bilan, nevrelerimiz bilan hozir mana bu chekkaga chiqdik. Bir jansıl bolduk. Chegara bir jansıl chechildi. Bardığıga rahmat.